shuncha bo'lur muhayhay. Aksi olib to'yxonada ishlamay qoldi kufay-fay. Shunday to'ylarni qilib kelinni chiqdi nomi. To'ydan keyin hammani chiqmas hay hay. Balki hamma ular ertaga istiqosa qilar ertaga. Nima bo'lsa bo'lar ertaga. Kuyov to'yga kelmasa bo'lmas. Kuyov bola o'zicha osmon. Unda tomonga qo'ygay bu yomon. Easy easy tamam. Seni evredim ko'rmasam bo'lmas. نشد برای عشق برای بیمار شما تا که کیوی؟ آها برای کیوی؟ برای من دیگه الان مسیح چی؟ Sana sevişimlerimizde şunu tanıdayım. Peki kişi olarak kurul keganimiz yok. Solğamız var. Okey? To'ylar bor bo'lsin. Mana shuni ham tezga tashlab yuring, okey? Qara. Beriz banqot bo'lsin, Ervona. Belida belboq turmaydi. Amanda turardi. Mayli, okey? Biror yaxshi ko'rgan qizini shundoq olib qo'yish. Yaxshi ishmi? Yo'q, nima urasani kelinni ur. Kelin shu paytgacha o'tirmaganda endi o'tirarmidi? Mayli, o'zim bosdim. Nima? Keyin gaplashamiz. To'g'ri havoni to'yxonada bo'layotgan bu hodisani ko'rib ko'pchilik kelinning onasini eslab o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin onasi hozir ba'zida yotibdi. Bu sharmandalikni ko'tara olmadi. Lekin uni otasini eslashimiz mumkin. Otasi taklif qiladi. Voy, shunaqa bo'lib ketdimi to'ylar? Voy, qaysi zamonga kelib qoldik? Bugun mana kuyovsiz to'y qillaring, ha? Ertaga bolasiz randomdan chiqasizlarmi? Ha? Undan keyin pulisiz asha qillaring, ha? Lekin aytib qo'ying. Sunnat to'yida bola bo'lsin, amonisi bo'lsin. Ha? Kelgan mehmonlar mana ham ko'rmasdan ketmaydi-yu. Kelgan ishlar nimani taraf ketib beradimi? Ha? Kuyov, qatta mana kuyov. Voy, sanmasmisan boboda kuyov? Ha? Sanmasmisan? Ha? Sen boringdan yo'ling yaxshi. Sen de o'tirib turibsan. O'tirishga joyi yo'q. Mana kuyov, joyi bor. O'tir. Voy, mani jiyanim bu, tog'asida o'tirib, qanaqa o'tiraman bunday? Yurmasangiz tegidan choy toping. Kelin kuyovni sog'indi suratiga. Og'undi, kelin kuyovni sog'indi, yig'lab axir og'undi. Shukrlarda kelinimizni tuyg'ulari so'ldi. Kelinimiz bugun to'yxonada so'ldi. Bugun kechqurun qanday bo'ladi so'ldi. Ras Nemskiy qo'shiqlar boshlangan ekan. Kelinimizni Nemskiy ukasini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asalim ukam Sammani, shakarim ukam Sammani oqshom uyga kelganda miyashdan berib uxlataysan.
Ben o'zimga rahmatimni aytmoqchiman opamga. Mana yoshligimdan aytyapman, deyman, "Voy, ko'zingni kattaroq ochgan. Mahallagacha bolalarni yetalab olib kelmay endi urdim. Mana bugun to'yi, kuyovni ham yetalab olib kelmagan" deyman. O'shancha laz-lazda turdimmi? Mana lazimda turaman. Yaxshi ashulalar o'shani aytib beraman. Kuyov shunchalar qimmatli, to'yga ham keladi. Opamni uyda o'zlab o'tirgani unchalik yemabdi. O'ylab qolaman. O'ylayapman. Shuni o'ylayman. Ras o'ylab turadigan bo'lsangiz, kelinimizni jirdillagan deganlarga qilaman. Shu duodan kimga tegankan deb rosa qiziqardim. Darshim qiziqib o'taman. Chunki kelin bor-u, kuyov yo'q. O'tkinchi odam, pul mol dunyoga buncha o'chma odam, cho'nchak bo'sh bo'lsa bosma qadam. O'yladim. Eslaysizmi? Kelinglar. Qanaqadir bir-biringizga o'xshaysiz. Qani bir bizga pustomiyalar raqsini ijro etib bersanglar. Hamyodan boshqa hofiz bitta zo'r qo'shiq bilan bo'lsa. Rashka, telefoningizni bering. Alo. Uka muzikani o'chirdi. Nasıl baroye eskemez baroye Şen toylar. Futbol toyun. Esinde bo'lsa sandan sevishingizga paytlarimiz bir-birimizga sovg'alar beramiz. O'sha sovg'alarni qaytargani keldi. Naski. Ambesingdami? Oq ko'ylagi. Kuydirib olgandek. Sen menga bitta sovg'a bergandek. Mamlaka boqing. Esladingmi? Xuddi shu betonga o'xshab bo'ynimga osilib olgan. Biz ham bu betonni kimga o'xshataman? Onangga. Ana o'shanda onangni ona bo'g'irdi. Kızım ben bir dakika işte yeni ayrıntı çıktı. Ben taşlarını kırıya 0P 823 aksiyonu vermek iskemdeki. Maneke ok konuş gereği mi? Yok hareket ses gereği. Kaçar getirmek istiyorum sen. O da bu verdiğim olmadı. Yani bir de 0P 777 Prado Katte. Şimdi Maneke, ok konuş gereği mi? Yok ben bir de uğur geçti. Karakterim bu derece geçsin öyle. Bana o zaman göre. Ben o tip ki olmasıdır. Oh! Sen nasılsın baba diyor. Sana katlanır koruyan değil ha. Ne benim çakır sen. Yoshligimda shu navbo'yi bulbulni atardim. Hazır ne benim çakır vardı. O'zlar navbo'yi bulbuli. Hazır ona kadar çakışmasın. Katta böyle o kapsa. Can tut gittin can. Yarın koynum kanat olsaydı, o gözlerim onu kumsaydı, saçları kalbine rus bulsana. Orangizde yok bulsaydı, kattan domalarım diyordu, kattan domalar. Hovlimizga qorlar yog'di pag'a.
Qorbobo yasab yuribsiz haliyam Bemskiy tog'a. Anglab turganingizdek tog'alarga so'zlanadi. Endi men oldin gapirganlarni gapiga qo'shilaman. Sizlar oldin hech kim gapirmadi, ey. Bu lekin gapirishadi. Bu to'yda hali bir yil gapirishadi, ishonib. Shunday shart bor. U sizni chaqirganingiz asosiy maqsadi. Siz raz ona tarafidansiz, ona kelmagani uchun onalar operatsiyasi o'rniga tog'alar operatsiyasini o'tkazadi. Tog'am kasalman dema, holi yomonman dema, yo'lim rehmonman demay, ado bo'laman. Onaga tayyorgarlik ko'rib keluvdim-da. Bizlar zo'r to'y bo'ladi, bo'lib tayyorgarlik ko'rgan. Masoring, onani o'rniga tog'ani qo'yasiz, bosasiz, gang. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga qaytarib otgan, dard cheksam birga chekib arg'ida yotgan. Bu mening tog'amdir, bu mening tog'am. Kechalari bego'v uxlamay oqsib bergan tog'am. Ya, magazin nom kelarganmi? Doktor, tushunmayapman. Onaga tayyorgarlik ko'rib Qani bor? dadam bilan qo'shiqchaning tog'am. Shukr bera qolay. Onaga vaqt tayyorgarlik ko'ribsiz. Pulni bunga bermaysiz. Pulni olasiz. Odam, qani qiz, qani keling bolalar. Siz nima ish qoldingiz? Uylangansiz-ku. Uylangandan bir yerga tegib ko'ring. Ana endi Babiy maydonimizga Toshkent samolar raqs ansamblini taklif qilamiz. Marhamat. Shundan raqslashligi uchun tegmading-a? Ayda, aka. O'zim hozir senga yorib to'ydani qo'yib bering. Kulayurman nomus bilan, or bilan. Kundagi or bilan, zor bilan. Saqlagan qo'limdagi tor bilan. O'zim hozir sevgan yorim to'yda. Baxtli bo'l. Ey, va hofizlar, bu hurmatxona bo'lib qoldik. Misal diskotechnik qo'shiqlar bo'lsa bizda, bo'ldi. Shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun. To'yxonada to'ldirib, kayfiyat bo'ldirib, to'yxonada to'ldirib, kayfiyat bo'ldirib, o'yna kelin o'yna, bugun to'yingga o'yna, kiyovsiz to'ylar qilding, to'ying o'tadi. O'yna kelin o'yna, to'yingda o'yna, o'yna kelin o'yna, bugun to'yingda o'yna. Ey yor biyor, ey yor biyor, ey Rabbi, yor biyor. Nalla kunamna meşe, Hayra hayra. Canımla bol. O'zi kuyov bo'lmay o'zimiz tarararara. Esindanmi? Senlar gapirishgan paytimiz bor ekan. Hali bizning to'yimiz bo'ladi. Osmonlarda birgalikda uchib yuramiz dedik. Tun! Ana endi o'zim uchaman. Bu yurak sendeki isladi hamon. Dilbag'archa sevdim.
Seni ister uyandır hamam. Bana sevdim yalan, ne gülen ne canan. Seni ister uyandır. Yönetici olmadı. Yok müşteri. Endi bo'ldi. Sen bana haklısındır yani kamer. Benim yapsın. O kadar yemek yiyorum Toptan kızım. Bana yiyor. Kıtaylı'ya geldi. Lekin Xitoy o'rgatyapti, birinchi o'zim tekshirdim. Jon bu Xitoylik o'zbekchani tushunmaydi. Xitoychasigacha See white as a tripe, shake, say, white, take, say, meow, meow, O'zbekistonga Xitoy kirib kelyapti. Mehmonxonalarimiz Xitoyliklarga to'lib toshdi. Bozorlarimizda arzon narx bilan sindirishadi, keyin xohlaganini qilishadi. Ko'chada xitoycha yozuvlar, voydod degan vahimalar sizgacha yetib keldimi? Bir savol bersangda o'shalarga. Oldin yo'qmidi bozorlarimizda Xitoy tovari? Uskunalarimiz, moslamalarimiz, dazgohlarimizni Avstraliyadan olib kelardik. Yo'q. Guangzhoudan kelardi. Faqat bitta farqi olib sotarlikni o'zimiz qilardik. Xitoyliklar qarasa, Pekindan $6 shimni olib kelib, bitta o'zbek ikkinchi o'zbekka 20-30 dollardan sotyapti. Puli borligini bilsa, $40-50 ham pul qo'yyapti. $10 sotgandan keyin Xitoylikdan oladi shimni. Yoki Xitoy restoranlaridamidi? Mijozni o'rgatib olgandan keyin masalliqdan urib qolish, ovqatni mazasi aynishi. Yoki biz Xitoylikdan o'rganganmidik, qarzni vaqtida qaytarmaslikni, bir so'm olmaguncha ishini bitirib bermaslikni. Shunga o'xshash narsalar o'zimizda yo'qmidi? Albatta, o'zimizda bor edi. Insof va vijdon yo'q jamiyatga. Xitoy ham, Turkiya ham, Rossiya ham qo'rqmasdan kirib kelaveradi. Birinchi navbatda o'ziga insof so'raydigan jamoa. Hurmat bilan million jamoasi!